Xiaoyan qanday qilib ilohiy ruhiy bosqichga yetdi? Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Sizlar bilan yana Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Dastlab Xiaoyan o'z ajdodi Xiao Suan bilan uchrashish uchun samoviy qabrga yo'l oladi. Xiaoyan Xiao Suanni tiriltirish yo'li borligi yoki Huntiandini qanday to'xtatish mumkin? Shu haqida bilmoqchi bo'ladi. Xiao Suan o'zi tirilishining iloji yo'qligini aytadi. Ammo Xiaoyanga kuchliroq bo'lishda yordam berishini, bu esa uning Xiaoyanga beradigan so'nggi sovg'asi bo'lishini ta'kidlaydi. Xiaoyan va uning ajdodi o'rtasidagi suhbat davomida samoviy qabr ruhi haqida gapirib beradi. Bu ruh samoviy qabrni nazorat qiluvchi, go'yo uning nazoratchisi kabi mavjudot edi. Xiao Suandan bu ruhni yo'q qilishni ko'p bor so'rashgan, biroq hech qanday choraga qo'l urmagan. Ammo Xiaoyanga kuchliroq bo'lishda yordam berish uchun Xiao Suan o'z ruhini yo'qotib yuboradi va samoviy qabr ruhi bilan jang qiladi hamda mag'lub etadi. So'ng Xiaoyanga samoviy qabr ruh mohiyatiga o'xshash bir narsani topshiradi. Aynan shu mohiyat tufayli Xiaoyan ruhining ilohiy bosqichiga ko'taradi. Biroq Xiao Suan samoviy qabrdan butunlay yo'qoladi. Ushbu mohiyatni singdirib olgach, Xiaoyan samoviy qabr egasiga aylanadi va endi uning roziligisiz hech kim samoviy qabr ichiga kira olmasdi.